İlimyar gruppasidan Ramazanlıq salam. Rahmet ve mağfiret eyi bolğan ulug' Ramazan eyi yetib keldi. Qalbimizni iman nuru bilan parlatıdığan, Qur'oni Kerim tilovatlari bilan ruhimizni jonlantiradigan, roza tutish orqali nafsimizni poklaydigan, iftor qilish va qildirish orqali Allohning katta ne'matlariga noil bo'ladigan oylarning sultoni yetib keldi. Ulug' Ramazan eyi munosabati bilan iymonimizni yana bir qatim yo'qlab chiqish, shundaqla Qur'oni Kerimning ruhini musulmon qarindoshlarimizga yana bir qatim eslatish maqsadida Qur'ondagi xitoblar nomli programmamizni huzuringizga sunmoqchi bo'lyapmiz. Bu programmada Qur'oni Kerim tilovati bilan tanlangan 30 xitobning qisqacha tarjimasi va tafsiri, shundaqla zamonimizga munosabatli ahkomlari ixcham tunishtirilgan bo'lib, Ramazon bo'yicha har kuni kech soat 10 da bir qismdan huzuringizda bo'ladi. Ulug' Alloh qilgan xizmatimizni manfaatli qilib bergay.